Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aviy Surxon mijozlari mana chegaraga kirib chiqishdi. Kelishganda video qilgan edik. Hozir bir o'zlarining suhbatini olamiz. Akalar yaxshi kirib chiqdinglarmi? Sankt-Peterburgdan keldinglar, ha? Kirib chiqdinglarmi? Qayerga keldinglar? Samaragami? Problemalar bormi, yo'qmi aka? Hammasi yaxshimi? Qiyinchilik bo'lmadimi? Shopirlar qiynab qo'ymadimi? Lishniy xarajatlaringlar bo'lmadimi? Ukajonim, sizda qanaqa? Dokumentlaringiz yo'q edi? Biz dokument, bitta pasportim bor, pasportimdan borib keldim. Oldim dedi, problema bor. Mana 3 mashina odam, hammasi qaytdi inshaalloh. Onaligini bitdi. Endi hamma odamni olmayapmiz videoga. Yaxshigina kirib chiqishdi inshaalloh. Hamma rozimi, ishonsa bo'larmikan akalar? Hammalar Surxon aviadan oldinglar, ha? Murojaat qilsa bo'laveramikan uka? Migratsionkangizni chiqaring-da. Migratsionkangizni ham ko'rsatib qo'ying. Mana aziz vatandoshlar, mana pasporti. Kechaklari yo'q edi. Yangi pasport. Yo'qotib qo'ygan ekan bu ukamiz. Mana sanalari, olingan sanalar. Problemalarni inshaalloh a'lo darajada bitirdik deb o'ylaymiz inshaalloh. Xotirjam kelaverasizlar. Samara shahriga kelishgan granitsasiga 3 mashina odam kelgan, mana hammasi kelib chiqdi. Ha, постоянный mijozimiz.